bosing deyapti. Hurmatli talabalar, bugungi darsimiz iSpring dasturining 8-versiyasi haqida ketadi. Bu boshqa versiyalardan birmuncha farqlanadi. Ekranni yozish imkoniyatlari va personajlar qo'yish bilan farqlanadi. Masalan, oddiygina biz mana slayd tayyorlashimiz uchun birinchi yozib olamiz. Mana iSpring i kichkina bilan yozilardi. iSpring dasturi imkoniyatlari. Mayli. Men o'rganish uchun bo'lyapti. Imkoniyatlari. To'g'rilaymiz, nima farqi bor? Dasturi, dasturi. Endi hozirlar slaydga ma'ruzachi kim bo'lsa, misol uchun o'zimizni nimamizni yozib qo'yamiz masalan. Tushunarlimi? Endi sozdать slayd qilish uchun bilasizlar, Ctrl M tugmalarini bossak, yangi slayd yaratiladi. Bu yerda keyin shu yerda bitta qiziqarli qilish uchun mana bu yerda Glавное menyusiga o'tamizda. Вставкаga o'tamizda, yo'q, Glавныйda turibdi. Mana shu yerda avtofiguralardan bir chiroylisini tanlab, mavzuni chiroyli qilib olishimiz mumkin. Bu kimlargadir ko'rsatdim mana. iSpring dasturi imkoniyatlari. Va ustiga o'ng tugmani bosib, zadniy planga qo'ysak, mana dasturimiz ko'rinadi va buni yana ham chiroyli qilib olish uchun mana nimasini o'rnatamiz. Shrift razmerini bu pastga turgani ham ma'qul. Endi mana shu imkoniyatimizda iSpring dasturida personaj degan alohida personajlarimiz bor. Bu yerda bizga misol uchun mana bu mediklar uchun, bu quruvchilar uchun, yo'lsozlar, bu qanaqadir talabalar, o'qituvchilar uchun bo'lsa, mana tanlaymiz. Misol uchun bugungi mavzumizda bu chiroyli qilib ko'rsatib tursin bizga. Mana bu personaj tanlasak bo'ladimi? Mana tanlaymizda, mana bu yerga qo'yib, bugungi mavzumuzni ko'rsatib tursin. Buni xohlasa kattartirib olamiz. Mana bunday qilib mavzuni aynab tursin. Ko'rdinglarmi? Keyin bu yerga qanaqadir biz yana вставка qilib rasm ham qo'yishimiz mumkin. Bu yerda o'zidan ham qo'ysak bo'ladi. Va hokazo davom ettiramiz. Yana keyingi nimaga, personajga yana kiramizda. Yozyapti, ketyapti. Mana qaranglar. Misol uchun mana buni olamizda, stavit qilib. Masalan, buni bilasizlar, mana format menyusida ortiqcha joyini kesib tashlashimiz mumkin. Bizga xalaqit bermaslik uchun. Mana bu yozuvlarni ham o'chirib tashlaymiz. Katta qilib qo'yamizda. Mana qaranglar. Katta qilib qo'yib, bu yerga endi nadpisni olamizda. Kerakli masalan, slaydimizning oxirida nima deb yozib qo'yishimiz mumkin? Uchun nima edi? Rahmat emas. Rahmatdan tashqari ham bor, masalan. Tushunarli? Buni biz tanlaganimizdan keyin chiroyli qanaqadir oxiriga qo'yish kerak. Masalan, qilaylik. O'rta artimiz Demak, bugungi darsimizni tugatamiz. Keyingi darsgacha xayr.